Voy, nima deyapti buni qaranglar. O, gap bo'lishi mumkin. O'ga yoryapti. aka bu nima bo'pti? Siz mana buni torttiring, mana cheledek suv torttiring aka. Olib kelingchi yaqinroq. Ko'ryapsizmi? O, qani. To'xtang. Endi mana buni qarang. Yo'q, aka nima deyapsiz? Mana buni qarang siz. Jinni bo'libsiz. Ana aka. Qani. Mana bunaqda shin mana. Voy voy. Liboyin tortadi aka. Endi qarang Shuhrat aka. Hop. Nech pul bu? Bu 1.800.000 so'mlik plisosimiz. Yengisi. O'zini funksiyalarini qarang endi buni. Xohlasangiz, instrument ishlatmoqchi bo'lsangiz, через instrumentni bosganingizda plisos ishlaydi. Xo'p. Xohlasangiz promoy ishlatsangiz bo'ladi. Xo'p. Xohlasangiz bu yerda o'zini kanalizatsiyasi bor. Mana hozir loyiha shag'al tosh tortdingiz-ku. Chiqib ketadi. Mana buni bunday ochsangiz. Ko'rdingizmi? Zo'r ekan-ku. Ko'tarib yurmaysiz og'ir qilib, kanalizatsiyaga bemalol dom sharoitida ishlaganda qo'yib yuborsangiz bo'ladi. Bu kuyib qolmaydi, suv ishlatgan. Yo'q, mana shuncha suv tortdingiz, mana ishlayapti aka. Qarang, bitta qiziq narsa-da. Buni ishlatib qo'ydik, endi nech pul bo'ladi bu? Qarang, mana shu ishlatilganini ham sotasiladigan negativlar bo'ladi-yu. O'shalar uchun 1 million so'm qilib beramiz. Yangi o'tdan arzon bo'lib ketdi-yu. Bu gumbaz optim-ku. Birinchi kelgan odamga-da, to'g'ri? Albatta. Manzilga yetib keting. Qo'yliq panelli поворот. Gumbaz bozor Ronix do'kon. Shu birinchi kelgan odamga berasiz, istoriyaga qo'yasiz. Albatta. Mana atmetga qilasiz. Albatta, Shuhrat aka. Srochni kelib sotib olamiz.